Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozir mana Tiko mashinasiga chiqdim. Juda ham chiroyli, ko'zim tekkani yo'q. Juda ham chiroyli qizil Tiko. Egalari ham shohimardonlik. Shohimardonni soy bo'yiga qarab chiqib ketyapmiz. Juda chiroyli joy, dam olsa bo'ladi deyapti. Albatta sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu Tikochamiz. Odamlar ko'rsin. Siz emas. Chanku shunda. Qancha kirib chiqdi? Qarang, soyni ovozini eshitishni qarang. Soyni bo'yida kafelar bor ekan. Hozir marojniy zakaz qildik. Marojniy ta'mini birgalikda ko'ramiz. Bu Shohimardonni marojnisi. Hozir ta'mini bilamiz. Yoshligimizdan Shohimardonga kelib o'ynab ketardik. Oilaviy ovqat qilib. Marojniy Shohimardonniki polvon ko'rib. Uchta polvon o'ynardi. Ko'rganmisiz shusini ham? Dochin polvon, Tursunali polvon, Ahad polvon edi. mazali. Qo'qonda yo Toshkentda bunaqa mazali. Oddiy qishloq xalqi bilan shahar xalqining o'rtasida katta farq bor-da. Mana O'ktam opa ham bizga ko'p keladi. Taniysiz, Yozavoli shoira bor-ku. Yo'q. O'qituvchi multiyat nimalardir chiqadi doim. O'sha xotirdan ko'p keladi bizga. Lekin menga qishloq xalq ko'proq yoqadi. Sodda, samimiy, oddiy. Yo'q, maza qildim. Marojniy yedim, sizdan oldin yeb bo'ldim. Men marujnani uncha Men yaxshi ko'raman marojniyni. Ham foydasi bor deyishadi. Hozir men bu orqamdagi soy ko'k suv, qo'li qubondan keladi. Bu qo'li qubondan keladi. U tarafdagisi Yordondan keladi Oqsoy. Oqsoy. Bizda 500 metrdan keyin birlashib ketadimi? Mo'jiza. Marojniyni mazaligidan yana zakaz qildim. To'yib yeb oling. Kelasiz anaqa marojniy yech bilmaysiz shu. 7 ming. Nimadan tayyorlaysiz? Mana shu Shohimardonda sut qaymoqdan. Shahardan kelasiz. O'zingiz Shohimardonlikmisiz? Tayyorlashga vaqt yo'q. O'zimizni nimalar tayyorlayveradi. O'zimiznikida ham yo'q hammasi. Bitta tayyorlamaymiz. Hozir mana shu 100 gram bormi? Menga qo'shiqcha bermadingiz. Mana bitta shashlik. Marojniy bo'lmaydimi? Yo'q, marojniy ikkinchi porsiyasi. Shohimardonda eshitishimga qaraganda 80% aholida malinada. Malina eksport qilishadigan. Shu malina pishgandan keyin telefon qilishadigan, o'zlarining odamlari kelib malinani olib ketishadi. Faqat malinami? Yo boshqa narsa hammi? Qurut. Mehmonlarga sotiladi. Ha. Kelgan mehmonlarga. Uni bermaysizlar eksport. Yo'q. Malina. Shohimardon malinaga boy mamlakat. Yana ko'proq nima anaqa bor? Olma, kuzda pishadi. Olma juda ko'p qiladi bularda. Ya, ko'proq malina ekanda. Ta'mirimiz yo'q, xolos. Olmadan. Молодец. Soyni yuqori qismidan tursangiz, umuman sovqotasiz. Sovuq, qarang, bu yoqda o'tirganimizda qanaqa edi, soy tepasida qanaqa, vashshi sovuq. Vau! Dahshat. Umuman, vashshi qorni havosi bizda. Siz nech pulin shashilaringiz? 15 mingdan? Yaxshi. Shohimardon markazi. Yoshligimizdagi nima deyiladi? O'rik. O'sha bolaligimizda dorilar o'ynalar edi. Hali ham o'sha dorilar ovozi kelyapti. Nasib bo'lsa o'tib ko'rsataman. Nima bu? Shoxsana? Kiyik o'timi? Bu kiyik o'ti. Mana malina. Shohimardonda brend malinasi. Stolinglar ham sochlarini
magazinlarini ochib, savdolarda yurishyapti. Это Eje dermidi, nima derdi? Qizlar, mana bu futbolkalar nechi pul? Ha, futbolkangiz nechi pul? Seri. 85 ming. Bizlar razmeri bor? Ikkita qoldimi? Ke, uyalyapti. Ha, bu ko'k suv, ha? Bu ko'k suv. Daryodagi oq suv. Hozir ikkovi birlashib ketadi. Mana oq suv bilan ko'k suv birlashib ketyapti o'zi. Birlashib bitta daryoga aylanib ketyapti. Mana ikkovi birlashgandan keyin bir xil suvga aylanib ketdi. Mana mo'jizani o'zi. Oq suv juda ham ko'p. Ko'k suv ozgina, lekin oq suv deganda nimaga oq suv deyiladi? Oq suv. Bu qo'rg'ondagi tog'ni qayerdan chiqadi? O'shunaqa udar bilan. Ha, demak, qorni suv bilan, qo'rg'ondan tushib qolgani. Qo'rg'on ko'chadi suv. Ha, tog'ni qayerdan chiqadi? Ammo u yerga qorlar. Mo'jizani o'zi. Mana maza qilyapti. Qishda u suv ko'ch bo'ladi. Ha, qishda u tomon ham ko'ch bo'ladi. Ha, ko'kka aylanadi. Hozir nima bor? Hozir ichida. Mana faqirgosning ichida. Ana. Ha, bu qayer? Tolni ko'ring, o'rtadagi oq suv bilan ko'k suv o'rtasidagi tolda. Ishlari bo'yicha mana bu tosh selda oqib kelgan ekan. Shuning uchun yodgorlik sifatida oq suv bilan ko'k suvni o'rtasiga qo'yib qo'yishgan ekan. Mana o'zimizni esdan chiqmagan Tikoga o'tirib, Qirg'iz ovuliga kelyapman. Birlik o'ta qimizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu nima bu? O'rik quruq qanday tayyorlanadi? O'rik bilan quritdi, qaynatib, suzmani qaynatib quritdilar. Nech pul bu? Ha, bu foydali, ha? Ha. Nomi nima buni? O'rik quruq. Rayhon quruq bor. Do'stali quruq yo'q. Vau, ana do'stali quruq. Bu nech pul bu? Bu qimmatroq ekanda. Ha. Lekin foydalida. Ana. Sotib ko'ramiz. Ammo bu nima? Qaymoq. Sari? Ya, bunisi mana do'ppalari. Qirg'iz do'ppalari. Do'ppalari juda ham chiroyli ekan. Kiyib ko'ramiz. Shimbola. Bular nech pul eji? Bog'da qancha? 40 mingdan ekan. Shaharga tushib, markazga tushib maza qildi. Hamyolarni qaragansa. I'm a